Bugun yurtimizda yoshlarga kasb-hunar o'rgatish orqali ularning bandligini ta'minlash, xalqaro mehnat bozoriga raqobatbardosh mutaxassis sifatida tayyorlash ustuvor yo'nalishlardan biridir. Raqamlarga nazar tashlasak, 2024-yilda chet elda vaqtincha mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan hamyurtlarimiz soni 800 ming nafardan oshdi. Ularning ko'pchiligini kasbiy tayyorgarlikdan o'tgan mutaxassislar tashkil etadi. Bunda albatta migratsiya agentligi tomonidan tashkil etilgan kasbga o'qitish markazlarining roli muhim. Hozir shu haqda. Ma'lumotlarga ko'ra, Toshkent viloyatida 2023-2024 yillar davomida 12 mingdan ortiq aholi kasbga o'qitilib, ularning qariyb 4 ming nafari xorijiy davlatlarda rasmiy ishga joylashtirildi. Ana shunday muvaffaqiyatli loyihalardan biri O'rta-Chirchiq tumanidagi 2-son politexnikumida amalga oshirib kelinmoqda. Tumandagi 12 nafar fuqaro hozirgi kunda eng talab yuqori bo'lgan yo'nalishlardan biri payvandlash sohasida xalqaro sertifikatga ega bo'ldi. Bu nafaqat individual yutuq, balki butun hududda kasbga yo'naltirish siyosatining samaradorligini ifodalaydi. Ushbu o'quvchilar endilikda Estoniya hamda boshqa rivojlangan Yevropa davlatlarida yuqori malakali mutaxassis sifatida ishlash imkoniyatiga ega.